shunaqangi zo'r arzon joydan kvartira izlaganmidingiz? Jihozlari bilan mana shu holatda sotuvga chiqarishyapti. 49,5 ming. Sunnatiga o'tib beriladigan joyi bor. Hozir ichlarini bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Inshaalloh hammaga shunaqangi tayyor holatdagi xonadonlarimiz nasib qilsin. Yangi Benazirda orqa tomonida, bu tomondan ham kirsa bo'ladi. Bu tarafdan ham kirsa bo'ladi. Hop, kirganimizda mana shu ikkinchi etajimiz sotuvga chiqdi. Hamma narsasi ichida, jihozlari, hamma narsasi qilingan. Kirib yashashga tayyor, hali odam yashamagan. Bismillahirrohmanirrohim. Like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Ilohim hammaga shunaqa uylarimiz nasib qilsin. Kirganimizda bizni shunaqa hol kutib oladi. O'ng tomonimizda o'zini chiroyli sanuzellariga ega mana. Pashti yashashmagan, hamma narsa oxirgi Yevro remont holatda qilingan. Mana hammasini to'liq obzor qilib ko'rsataman. Mana shu ko'rib turgan narsalarning hammasi qoladi. Hammasi narsasiga qimmat narsa ishlatishgan. Tayyor holatda kirib yashagani. Chiqqanimizda o'ng qo'limizda spalni, bu tomonga yurganimizda mana o'zini zali, oshxonasi shu holatda turibdi. Juda ham chiroyli remont qilib qo'yishgan. Mana shu ko'rib turgan hamma narsalaring, kreslo, hamma narsasi qoladi. Xolodilnik, ko'llar ham qo'yib qo'yishgan. Oshxona jihozlari, kir moshina, hamma narsasi bor, hech qanday kamchiligi yo'q. Hop, ikkinchi etajda biz yangi Benazir darqasidagi yangi novostroykada ikkinchi etajda o'zini balkoniga ega. Atmosferani qarang. Balkonga chiqib o'tirsangiz bo'ladi. Mana pastda egalar raqamini qoldiryapman. Bemalol telefon qilib, egalari bilan savdolashsalaring bo'ladi. 49,5 ming. Sunnatiga o'tib beriladigan joyi bor. Inshaalloh hammaga shunaqa uylarimiz nasib qilsin.